Xirurgik chop qo'yishimiz uchun birinchi o'rinda igla держатель, igna va ip kerak bo'ladi va pinset. Instrumentlar ushlash tartibi: igla держательda bosh barmoq, 4-barmoq kiradi. Bu asosiga, bu ko'rsatkich barmoq rol vazifasini bajaradi. Ignani igla держательga hech qachon uchidan ushlab bo'lmaydi. Noto'g'ri bu. Bu uchidan ham ushlab bo'lmaydi, xato. O'rtasidan igla держателni uchroq qismiga qo'yiladi. Bunaqa holat ham xato. Jarohatdan ikkita jarohat orasi 1 sm, yarim sm uzoqlikdan kiriladi va qarama-qarshi tarafdan xuddi shu sohadan chiqiladi. Instrumentni baylaganda instrument ip ustiga tushadi. 2 marta o'raymiz. Ushlab tortamiz. Keyingisida ipni tagidan qo'yib o'raymiz. Tortamiz. Instrumentni bunaqa machasiga urash xato. Qo'yamiz, o'raymiz. Tortamiz. Va tugunni olish tartibi. Tugunli chokni 14 kun oralig'ida olinadi. Tugunli joydan ko'taramiz. Tagidan toza qismidan kesiladi va tortiladi. Ipni teri usti qismi ostiga kirib ketmasligi uchun.